Assalomu alaykum instalaydilarim, meni yo'qotib qo'ygan obunachilarim, bekajonlarim, xavotir olmanglar, she'rdaman. Men yana o'z blogimga qaytdim. To'g'ri, orada ozgina tanaffus e'lon qildim, chunki bilasizlar, yaqinda ayam operatsiya bo'ldilar. Ularga qat'iy nazoratim ostida e'tibor bilan parvarish qilishni boshlaganman. Va ikkinchi sababi, yaqinda to'yi bo'ladigan ikkita kelinchagimning sarpolarini tikish bilan band qarasam, qo'limizni o'tlari yaqinda bo'yim tengi bo'lib o'sib ketibdi. Shunaqangi maza barhavo, salqingina havoda bir boshdan o't yulishi boshladim va xayolimda bir haftalik kontent planlarimni rejasini tuzib oldim. Rayhon jambillarimni qoldirib, keyin tandir tomon yo'l oldim. Anchadan beri non yopmaganimga batda ham o'tlari ancha o'sib ketibdi. Mana shu gir 10K degan trendni olmoqchi bo'ldim, lekin uni mazmunini bilib qolib, shu o'tlar kabi trendni chopvordim. Meni kuzatishga e'tiboringiz